Men shaharda o'sganman. Ja unaqa narsalarga ishqiboz emasman, lekin shunga yarasha ishqibozlari ko'p ekan. Yaqinda bizga rosa so'rab yurishuvdi, mol boqmoqchiman, qo'y boqmoqchiman. O'sha odamlarni men kontaktini topa olmadim. Shunaqa odamlarga zo'r 22 sotuv joyimiz chiqyapti. Ko'chasini bitta ko'ringlar, o'sha yo'li mahalla, qo'ni-qo'shnilar bor. Mana bunaqa bog'lar bor, bemalol maza qilib, nima dehqonchilik bo'lsa qilaverasizlar. Sotuvga chiqqan joyimiz bunisi emas, anunisi. Men bizdan shundoq buzib tashlanglar, u yog'i sizlarga qolib ketadi. Nazarbek mol bozordan 1,5 kilometr distansiya ko'rsatyapti. Katta ko'chadan 1 kilometr distansiya ko'rsatyapti. Ichkarini bir ro'slarga ko'rsataman, narxini aytaman. Mana o'zingizlar ko'ringlar, 22 sotuv mol, qo'y boqilgan joylar. Mana o'zingizlar ko'ringlar. Yaxshi joylar. Naryoqda suv bor ekan. Suv bilan bemalol molinglarni, qo'yinglarni suv bilan ta'minlayverasizlar. U yog'i dalay dasht, короче, природа. Sababini so'rab o'tirmadim nimaga sotayotganlarini. 22 sotuv, 1 sotuvsiga $3100 startiviy so'rayaptilar. Yana kelishtirib beraman dedilar. Joy egasini nomerini yozib qo'yamiz. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qorasizlar. Hammanglarga omad.